Vladimir Vladimirovich Putin kim? Tarixiy ma'lumot. Vladimir Vladimirovich Putin 1952 yil 7 oktyabrda Leningrad shahrida oddiy ishchi oilasida tug'ilgan. Urushdan keyingi og'ir yillarda ulgaygan Putin bolaligidanoq intizom, sabr va qat'iyatni hayot qoidasi qilib olgan. Otasi frontda qatnashgan, onasi esa zavodda ishlagan. Bu muhit Putin xarakterining shakllanishida katta rol o'ynagan. Maktabni tugatgach, u Leningrad davlat universitetiga o'qishga kirib, xalqaro huquq mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olgan. 1975 yilda universitetni muvaffaqiyatli tamomlab, davlat xizmatiga qadam qo'ygan. Shu yilning o'zida u Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizlik qo'mitasi (KIB) tizimida ish boshlagan. Bu davrda u razvedka sohasida tajriba orttirib, intizomli va maxfiy ishlash usullarini puxta o'zlashtirgan. 1985-1990 yillarda Vladimir Putin Germaniya Demokratik Respublikasida Dresden shahrida xizmat qilgan. Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin u Rossiyaga qaytib, Sankt-Peterburg shahar hokimiyatida ishlay boshlagan. Bu yerda u shahar meri Anatoliy Sobchak jamoasida faoliyat yuritib, davlat boshqaruvida muhim tajriba to'plagan. 1990 yillar oxiriga kelib, Putin Moskvaga chaqiriladi va federal darajada tez suratda yuqori lavozimlarga ko'tariladi. 1998 yilda u Rossiya Federatsiyasi Federal xavfsizlik xizmati (FSB) direktori etib tayinlanadi. 1999 yilda esa Rossiya bosh vaziri lavozimini egallaydi. O'sha yilning dekabr oyida birinchi prezident Boris Yeltsin iste'foga chiqqanidan so'ng Vladimir Putin Rossiyaning vaqtinchalik prezidenti bo'ladi. 2000 yilda o'tkazilgan prezident saylovlarida Putin ilk bor Rossiya Federatsiyasi prezidenti etib saylanadi. Shu vaqtdan boshlab u mamlakat siyosiy hayotida markaziy shaxsga aylanadi. Uning prezidentlik davrlari 2000, 2004, 2004, 2008, 2012, 2018 va 2018 yildan hozirgacha bo'lgan muddatlarni qamrab oladi. 2008-2012 yillar oralig'ida esa u Rossiya bosh vaziri lavozimida faoliyat yuritgan. Putinning ichki siyosati davlat boshqaruvini markazlashtirish, qonun ustuvorligini kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikka e'tibor qaratish bilan tavsiflanadi. U Rossiyada kuchli prezidentlik tizimini shakllantirgan rahbar sifatida taniladi. Uning davrida mamlakat iqtisodiyoti tiklanib, davlat institutlari yanada mustahkamlangan. Tashqi siyosatda esa Vladimir Putin Rossiyaning xalqaro maydondagi mustaqil pozitsiyasini saqlab qolishga intilgan. U G'arb davlatlari bilan murakkab munosabatlar olib borgan holda, Osiyo, Yaqin Sharq va MDH mamlakatlari bilan aloqalarni faol rivojlantirgan. U tashqi siyosatda qat'iy va prinsipial yondashuvi bilan tanilgan. Vladimir Putin shaxsi jahon jamoatchiligida turlicha baholanadi. Ayrimlar uni Rossiya uchun barqarorlik va tartib ramzi deb hisoblasa, boshqalar uni bahsli siyosiy arbob sifatida ko'radi. Shunga qaramay, u asr Rossiya tarixida eng ta'sirli rahbarlardan biri ekani shubhasiz. Shaxsiy hayotiga kelsak, Putin sportga, xususan dzyudo va samboga qiziqadi. U ommaviy axborot vositalarida shaxsiy hayotini kam yoritadi va o'zini ko'proq davlat arbobi sifatida namoyon etadi. Xulosa qilib aytganda, Vladimir Vladimirovich Putin zamonaviy Rossiya tarixida chuqur iz qoldirgan davlat rahbari. Uning faoliyati turli bahslarga sabab bo'lsa-da, Rossiyaning asrdagi siyosiy yo'nalishini belgilab bergan shaxs sifatida tarixda o'z o'rniga ega.